Moyagim buralib qoldi, moyagim ishib ketdi, og'riq bor deydigan bemorlarimiz diqqatiga. Ushbu bemorimizda bugun tez amaliyotini o'tkazyapmiz. Ikkilamchi bepushtlik, bitta farzandi bor, ikkinchi farzandini 11 yildan beri kutadi. Birinchi farzandi 11 ga kirgan bo'lsa, to'g'riroq 9 yildan beri kutar ekan. Ushbu bemorda mana harakatchan spermatozoidlar bor. Uje chiqdi. Bunga sabab nima bo'lgan? Nimaga urug'lar 0 chiqqan? Nimaga spermogramma tahlillari 0 bo'lib qoldi degan savollar bor. Bemorda moyaklar ishib ketgan va og'riq bo'lgan, temperatura bo'lgan. Bu yerda infeksiyani hisobiga yoki moyakda perikut deymiz, ya'ni o'z o'qi atrofida buralib qolishi yoki boshqa infeksion kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Agarda siz yaqinlaringizda ham birinchi farzand bor, ikkinchisida yangilik bo'lmayapti yoki urug' ko'rsatishlar 0 ga tushib qolsa, siz bilingki, urug' yo'lida infeksiyani hisobiga yopilib ketganligini va shu moyakdan, ya'ni tuxumda o'zidan urug' olib, Eko X orqali farzandli bo'lish imkoniyati borligini biling. Ushbu videoda farzand ilinjida yurgan do'stlar